Bah bah bah. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bakkenni o'g'li. Kalla quloq joylashuvlari baholisi juda chiroyli. Nasl olish uchun tayyor narsa 4 ish. Quloq 22. Maşallah. Şunda светлый арасан qo'chqor sotiladi. Hozir 6 tish liniya girmesdan düz vunuk bo'ladi. Ошондо girmesdan balасы Стамбул, Стамбулдун баласы bo'ladi da bu. Светлый qo'chqor. Костякту. Буттары жоон. Көкүрөгү кең. Көкүрөктүү чоң qo'chqor. Куру да канса разрез. Куру разрезмен. Светлый qo'chqor, құлақтың жатыштары жайгашкандары да жакшы. Козуну пробник козулары бар. Козуларын көрсөтөм. Личкага жазсаңыздар, козуларын да көрсөтөм. Пробник козулары жакшы түшкөн. Тишин kulak boyunca hazır. Kölçe oturat. Kulak ровно 20. Pointerovkadan 50 tavla ötken. Metr yerde turat. Metr 4. Metr 4. Bilem kartası var, çipirionный. 50 tavla ötken. Bazı 300 bin сом, kiyimi var. Поставка алып беребиз. Пробный козуларын бүт видео кылып личкадан жөнөтөм. Кызыккандар болсо личка чыгыңыздар. Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Mana shu qo'zi qo'chqorchamiz sotuvga chiqdi. Juda go'zal narsa. Sekin ocharib kelyapti ko'zini atroflaridan, orqa tomonlaridan mana stoykalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Garbanos bilan quloqqa ham. Quloqlari 22 plus 23 ga chiqadi bemalol. 22 ga beraveramiz. 22 ga beramiz, toza 22 ga. Mana kalla formaga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Tumshug'i bilan ko'zi taylari sekin oqarib kelyapti. Qo'zi hali juda mayda tishlari ham. Dumbalari tikka, razrezlari bor. Hali qo'zi, bu hali endi mana suylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yoshiga to'lib, tish buzgandan keyin juda yirik narsa bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bo'ylari 80 plus akalar. Hali o'ta yosh bu. Qo'zi qo'chqorcha. Yaxshi qo'y qilib olaman, quloq uzun qo'y qilaman degan aka-ukalar aloqaga chiqsanglar beramiz mana. Formalari juda go'zal, xudo xolasa. Mana kallaga garbanos quloq joylashuvlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Oldinlari moshni, to'shlari ham chiqib turibdi.
Junlarni olib qo'ydik, shuning uchun nozik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Quloqqa chiqarasizlar. Quloqlari go'zal. Stokalari ham. Asosiysi qo'yga qiziqishi, qo'yga ishlashi o'ta go'zal. Hozirda mana shu qo'zi holatida shu qo'ylarni qo'yib yuribdi. Shalpay quloq kerak degan akalar aloqaga chiqaringlar. Assalomu alaykum Arasham muxlislari. Temurskiy liniya bo'lib qolyapti. Qo'zi qo'chqor 9-10 oylik atrofida. Bo'ylari 90 atrofida. Bitta tashab ko'rsatib ham qo'ramiz. Salkam to'g'ri 85 ga olinaversin bo'ylari 85. O'ta svetli, suyalari ham go'zal, kalla, quloq joylashuvlariga bitta ahamiyat qo'yasizlar. Ko'zni tagida ancha ko'z tagida joylashgan svetli narsa. Aka bitta old orqalarini bitta ko'rsataylik. Qo'chqor o'ta go'zal, tikka narsa. Orqalarini ham. Dumbalari ham tikka, tashlamagan dumbalari. Razrezlari bor mana dumbada. Tikka dumba. Xo'p, tishini ham ko'rib qo'yamiz endi. Mana akalar, tishlari marjon. Hali ancha bor tish bo'lishiga. Haqiqiy mana qo'y qilaman, qo'chqor qilaman degan aka-ukalarga qoni toza narsa, Temurskiy liniya. Yaxshi qo'zi taklif qilamiz. O'ta svetli narsa, buni junlarini olib yana bir video qilib tashlab beramiz. Go'zal narsa. Qiziqqan aka-ukalar aloqaga chiqa olasizlar. Shu soliqlardan ham bitamta beraveramiz akalar, qiziqqanlarga. Qo'chqorning holati go'zal.